traktor kutyapman. Mana promoy qilyapman, nima gapingiz bor, ayting. Yo, mana eshitolman sizni. O'yin bor, Xudoga shukr. Yo, nima murojaatingiz bor, ayting. Yo, aytavering, men bu yerga turibman. Keling o'zingiz, marhamat, nima bosib olib ketaman deyapsizmi? Ha, ayting, nima gapingiz bor? Yo, ayting, mana nima gapingiz bor? Men bu yerga ish qildiryapman. Hammani xabari bor. Ijtimoiy tarmoqqa ham qo'yganman. Mana hozir ham promoy ketyapti. Nima gapingiz bor, aka? Arza kelgan. O'sha bo'yicha $100 keldim. Xo'p, men o'taman shuni. Telefonim bor, to'g'rimi? Yaxshi, telefoningizga tushunmadim, shuncha aytdim. Ha. Boraman. Gapingiz bo'lsa ayting. Boraylik o'sha yerga. Hozir. Nima, hozir srochmi? A, bu yerga traktor kelyapti. Ha, bo'ling, qaytib kelamiz hozir 10 minutga. Men boraman deyapman sizga. 2 minut boramiz, kelamiz. Mana traktor ham keldi, mazga yolg'on aytayotganim yo'q. Mana mashinaga. Yo, siz boshqalarning arzasini qabul qilasizlar, o'g'riliklarni nima deydi? To'g'ri ma'noda bir men tergovga topshirdim, meni tergovga chaqirgan yo'q. Men hech qanday отказ qilayotganim yo'q. Mana texnika keldi, men ijtimoiy tarmoqqa aytib o'tganman. Necha minutga bo'ladi texnika? Mana shu yerda qildirib, ko'mdirgandan keyin boraman. Hech qanday sizga e'tiroz bildirganim yo'q. Nima? Mana bu yerda ko'mdiryapman. Ha, ish qildiryapman. Sizga hech qanaqa qarshilik ko'rsatganim yo'q. O'yin bor, telefonim bor. Nima shunchalik zudlik bilan bajarish kerak bu narsalarni? Yana 3 kishilab kelish kerakmi? Ha, kelish. Nima bu bosim bo'lyaptimi menga nisbatan? Bosim bo'ladi. Qanaqa arza tushgan sizga? Yuring, moshinamcha tanishtiraman arzani. Yo, rahmat, lekin men hozir ish qildiryapman deyapman. Tushunyapsizmi? Men bekorchilikdan qilayotganim yo'q bu ishlarni. Obod bo'lsin shahrimiz deyapman. Mana boramiz, kelamiz aka. Yur, bo'lmasa o'zingiz boring. Baq qilaveradi. Ha, boraman uka, qilavermaydi. Xohlasangiz Asqarga telefon qilingda, so'rang. Mana shu yerda ko'mdirib o'zing buyurtadi. Uka, haydavering. Mana baqdan oling. Yurga hech qanday risovka uchun yo sizni ijtimoiy tarmoqqa sizni o'z ish qilayotgan sizni agar meni ustimdan arza tushgan bo'lsa, ukajon, siz menga poveska jo'natishingiz kerak avvalisi. Bunday 3 kishilab kelib, bu yerga bosim o'tkazishganday qilmaslik kerak. Ha, kimdan arza tushgan? Ayting, kimdan arza tushgan? Yo, rahmat. Rahmat, sizni haqorat qildimmi yo Yo, bosim o'tkazdim? rahmat. Kimdan arza tushgan? Ayting. Kimdan? Borsiz, arzani ko'rasiz aka. Ay, mana shuncha nima qilyapti ekansiz? Siz ham o'ynab yurgan joyingiz. Ha, bu turizmni sohasini vakillarini bezovta qilib nima qilasiz? O'sha kun tushuntirish xat bermadingiz-ku. A, tushuntirish xati bermagan bo'lsa, olavering.